Hozir aeroportdaman va bugun ertalab turdim, aytdim, "Uf, yana uchamanmi? Yana reysmi? Ertalab qanaqa samolyot bo'lishi mumkin? Charchadim." Va Burak yonimda edi, aytdiki, "Hilola Yusufovaga qara. 10 yil oldin bu seni orzuying edi-ku, bugun uxlayapsanmi?" Undan keyin sirazi o'tib bu narsa hayolimga keldi. Haqiqatan ham 10 yil avval men bu kunni orzu qilganman va bugun ertalab turib, "Uf, yana samolyotmi?" dedim. Ba'zan shunaqangi tez biz erishgan orzularimizni, erishgan maqsadlarimizni unutib qo'yamizki, hattoki Allohga minnatdorchilik bildirishni unutamiz. Va sirazi aytdim, "Allohim, jon Allohim kechiraman. Minnatdorman men bugungi kun maza qilib turib uchayotganim uchun" dedim. Va hozir meni eshitayotgan insonlarga aytmoqchiman. Bugungi kun bundan 5-6 yil, balki 1 yil, balki yarim yil avval sizning orzuyingiz edi. Balki yoningizdagi farzandingiz, yoningizdagi rafiqangiz, yoningizdagi eringiz sizning orzuyingiz edi. Va bugun siz erishganingizdan keyin "Of" deyotgan bo'lishingiz mumkin. "Uf, charchadim bu boladan, bu insondan, bu hayotdan" deb. Va sizga aytamanki, Alloh bizga biz orzu qilgan, biz maqsad qilgan hayotni bugun beryapti. Minnatdor bo'ling va maza qilib yashang. Unutmang, bu hayot bir marta beriladi sizga.